it to right. So I keep living, 'cause it feels right, and it's so nice, and I do it all again this time. It's forever, it gets better, and Benim ismim Mahmud. O'rnim Yalbek Onkira qo'ya o'ynayman. Maydoniki nomer 18. Bu komandaga men 2010-yilda kelgan. Shu kelgan 2 yil bo'ldi hamda 2000 keliblam 2010-yilda musobaqa o'ynab Adidas berdi. 2 yilda Yaju. Uyda 2 akam va 1 singlim bor. Dadamlar ham xizmatsiz. Dadam o'zilik baqqalchilik qilib senda. Shu orzuim Xudoyim bilsa hamda yaxshi tepib Joncho odamsiz hamda yaxshi komandalar berib pul tepib hamda uyni yaxshiroq beqishim deb o'ylayman. Yaxshiroq baqsan deb o'ylayman. Ota-onam rozi qilsin deb o'ylayman. İsmim Ahmetcan. 93-yil 2-yil 9 tug'ilgan. U ham Qashqardan, o'zim Otif tug'ilgan. Dadam, opam o'qituvchi. Dadam da idora ishlaydi. Uyda 3 bola bor, akam bor, singlim bor. Burun 7 yosh vaqtimda Qashqar bir futbol sinfi qurilgan edi, G'enrajim deb. Shunga kirib kelgan. Aniki u yerda turib 2005 aniki men Sonchanaga inib keldim. Sonchanada nima qilib Sonchanada 2009 aniki mashinja komandasida mishada hozir nima qilib o'taman. Kichik vaqtdagi orzuyimda dadam shofer emas, mashina qiziqdim lekin. O'zim mashina qiziqdim. Hozir qiziqaman. Orzuyim shu Öğütkilime qattiq ümidi çoğun hem de şu hem de muş kesim tanlagan ekan çoğun bir ahire chiqarib yaxshiroq natija kirishni arzu qilaman. Bunda yaxshiroq klublar qurib top tepish. Başlatilishni qilib top tepib ahire chiqarmoqchi. Mush kesim qilgan ekan shuni bir şey chiqarib deydi. Bu agar Shinjong klub qurilib qolsa herkes ketmaymiz fikirga. Qancha masalan yuqori musobaqani o'ynayman, o'ttirki musobaqani o'ynab qolsaqmi, men ishga chiqmayman. Bu Shinjongga to'p o'ynayman. İsmim Erjet, o'zim Shinjong Cho'chekdan. 1993-yilda 1-yilda tug'ilgan. 2005-yilda shu Shinjong Sonchinen futbol maktabiga kelgan. Onun 2005-yildan hozirgacha mana 8 yil bo'ldi, 8 yil bo'lay dedi. Oldida top maktabda o'quvchi to'q. Hozir biya bo'lib, hozir Shinjong komandasida top tepatman. Uyda men o'zim yolg'iz bola. Aptadan bo'lsa o'qituvchi, cho'chak 2-o'rtada muallim. Boshlabda dadam bekmonda qo'llab ketmadi, lekin apam qo'llaydi. Keyinda endi o vaqtda tantarbiyaga shug'ullangan bolalarga o'qib inib kelib boshqa ish yo'qda qilgan. Şuna dadam sal qo'llamaydi, keyinda apamni qo'llab shu top maktabga yaxshi bo'layotgan ekan. Yurtlar hozir qo'llaydi lekin. Endi har musobaqani ko'rib chiqib endi atadan ba'zi vaqt musobaqaga ko'rdi, mashqlarni ko'rdi, pat-pat. Shu hozir qo'llaydi lekin. Uniki ma'lumda bizning o'zim ispitdan hamda Trialensening birinchi qator o'ynashim bo'ldi. Herhalde yaxshi o'ynab kelyapmiz. Yani shunda davomli o'ynab yaxshi natijaga qo'l yetkazishimiz kerak. Cho'ng orzuyim shu hozir shu Jungchoda qozoq millatidan tek bir topchi chiqmadi. Men orzuyim shu hozir Jungcho shu birinchi qozoq millatidan chiqib top o'ynagan topchi bo'lgim keldi. Xuddi ko'pinchimizning o'ylig'iga o'xshash bu azmatlarmi futbolchilik kasbini oxirigacha davomlashtirdi. Mush kasbdan natija qozonib, Shinjongliklarga shon sharaf keltirdi. Shinjong futbolchiligini yolg'iz mamlakatlar emas, balki Osiyo, Yevropa, hatto dunyoga tunutish orzusi bor ekan. Shundoq dastlabki qadamlarda turgan futbolchiligimizni rivojlantirib, taraqqiy qildirish yolg'iz bu azmatlarning orzusi bo'lib qolmasdan har bir Shinjonglikning orzusi. Futbolchiligimizni o'ylig'imizdek taraqqiyotga erishtirish uchun albatta yolg'iz futbol azmatlarimizning kuchishi kifoya qilmaydi. Yana nurg'un kishilarning qo'llab-quvvatlashi, yaqindan yordamda bo'lishi, top mastonlarining oqil bo'lishi muhim.
musobaqa natijasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar futbol azmatlarimizni rag'batlantirishimiz, ularning ro'yi to'riga bo'lishimizga to'g'ri keladi. Ishimizki, har birimiz mushularni qila oladi ekanmiz. Futbolchiligimizni rivojlantirish, zo'r taraqqiyotlarga erishtirish hargizmi yiroq kelgusidagi ish emas. Azmatlarimiz, g'ayrat qilinglar. Biz sizlarning oxirgi jasorat bilan ilgirlashinglarga tilakdoshmiz. Shuning bilan birga yana ziyoratimizga yaqindan yordamda bo'lgan Markaziy xalq radio stansiyasidan Makliya Ibrohim, Abduxoliq Ahmadga rahmat aytamiz.